25-yilning 30-dekabr kuni soat 20:00 da Milliy telekanalida Ofsinlar serialining 72-qismi namoyish etiladi. Ushbu serial uzoq vaqt davomida tomoshabin e'tiborini yo'qotmay, hayotiy voqealari va chuqur ma'nosi bilan ajralib turmoqda. Ofsinlar oddiy oilaviy hikoya emas, balki kundalik hayotdagi munosabatlar, sabr va sinovlar haqida hikoya qiluvchi asarga aylangan. Serial mazmuni bir hovlida yashayotgan katta oila va undagi kelinlarning taqdirlari atrofida qurilgan. Har bir kelin bu xonadonga o'z fe'l-atvori, o'tmishi va orzulari bilan kirib keladi. Ammo ularni umumiy muhit, qadriyatlar va yozilmagan qoidalar birlashtiradi. Aynan shu muhitda mehr, rashk, tushunmovchilik va murosa kabi tuyg'ular bir-biriga qorishib ketadi. 72-qismda voqealar yanada keskinlashadi. Qahramonlarning qarorlari ularning ichki dunyosini ochib beradi, sukut esa ayrim hollarda so'zlardan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Serial mualliflari voqealarni bo'rttirmay, hayotga yaqin tarzda ko'rsatgani bilan e'tiborga loyiq.